Hammaga salom. Endi Net Support School dasturini teacher qismini o'rnatishni boshlaymiz. Hali ham o'sha gap. Antivirusni o'chirishni esdan chiqarmang. Nega bu gapni qayta-qayta aytayapti deydiganlar bo'lsa, kommentariyalarda savollar hammasi keyin qayerdan olinadi, o'rnatilmayapti degan muammolar hammasida shu holatda. Demak, bu holat shu antivirusni o'chirmaganligi. O'rnatishni boshlaymiz. Next. Xo'sh, davom etamiz. Xo'p, bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Custom tanlaymiz va next ni bosamiz. Xo'p, bizda ikkita narsa ustun olib qilamiz, ikkita. Nimaga ikkita? Buni yana davomida tushuntirib o'taman. Xo'p, Teacher Console qo'yamiz va Console qo'yamiz. Xo'p, next tugmasini bosdim. Endi bizda xona bergandik, student ustunovka qilganda, endi bu yerda biz beramiz nimani? O'sha xonani nomini room deb bergan edim. Next, install. Xo'p, bizda o'rnatildi mana ikkita ikonka. Xo'p, biz ikkinchisiga kiramiz. Xo'p, ikkinchisiga kirdik. Mana bizda aktivatsiya so'rayapti. Har doim qiziq bo'lgan joyi qanday qilib aktivatsiya qiladi? Diqqat bilan qaranglar va oson. Bosdim, litsenziya so'rayapti. Xo'p, mana oynani ochib oldim. Yana aytaman, erinmayman. Chunki sizlar ko'pchiliksiz, men esa bitta. Xo'p, ovozi o'chiramiz. Mana keyin ochildi. Bu antivirusni o'chirib qo'yinglar. Keyin agar yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, antivirus yo'q. Yana diqqat bilan qarab qo'yinglar. Xo'p, ochib oldim. Biz endi bu yerda turli xil raqamlar, harflar bor. Qaysi ekanligini adashtirib yubormang. Xo'p, bu yerda aktivatsiya kodini yozishimiz kerak. Shu qismga kodini yozamiz. Qaysi kod? Xo'p, bizda mana ko'rsatib qo'yibdi 0S8F deganni. Xo'p, yozaman. 0S8F. Xo'p, pastda mana bizga kerak bo'lgan kod chiqdi. Shu kodni to'liq belgilab turib nusxa olamiz. To'liq belgilab. Bu 4 sig'adi, lekin to'liq birinchisida belgilab oldim. Endi nechta, qaysidan boshlab nusxa olishni bilib olaman. Y dan boshlab 10 tomonga nusxa olaman, Ctrl C ni bosib. Xo'p, endi P dan boshlab. Xo'p, ikkita P bor, demak, birinchisi S, P dan keyingisi. Nusxa oldim mana 54. Xo'sh, 54 keyingisi, 4 dan keyingisi 23, 75. Xo'p, mana OK tugmasini bosaman va bizda aytayapti your license has been activated. Xo'p, aktivatsiya bo'ldi. Mana shu chiqadi. Birinchisini bosdim va start tugmasini bosaman va bu yerda Eval turibdi. Eval. Agar sizlar room yozib qo'ygan bo'lsanglar, o'sha new deb ochib turib, xo'p, bu yerga yozasizlar room mode. Xo'p, xonani yozamiz. Room. OK. Mana xona ochildi. Chunki biz xona bergandik student o'rnatayotganimizda. Endi buni o'chirib tashlasa ham bo'ladi. Xo'p, buni tanlaymiz, OK tugmasini bosamiz va hozir bu hozir kompyuterimiz yo'q. Uy ofisda biz. Hozir notebookga o'rnatib ko'raman. Ketib qolish yo'q. Student o'rnatgandan so'ng kompyuterni qayta o'chirib yoqishni unutmang. Bu asosiysi. Xo'p, перезагрузка berib yuboramiz kompyuterga. Birdaniga ishlab ketishi qiyin. Перезагрузкаdan keyin albatta ishlaydi. Xo'p, bizning dasturimiz turibdi. Hozir yongandan so'ng paydo bo'ladi. Find qidirib. Yana asosiy qismi shuki, agar siz kompyuterlaringiz Windowsni o'zgartirib chiqmangda,
avval teacher Windows'ni almashtirib ko'ring, keyin o'rnatasiz. Studentlar agar student ilovasi o'zi ko'p tanlamaydi Windows'ni, teacher ko'proq tanlaydi dasturni. Bir ikkita dasturlar bor, shu dasturlarni ham o'rnatish kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda F5 tugmasini bosamiz. Wi-Fi ulandi. Xo'p, nega bizda bu chiqib ketaylik, boshqatdan kira qolamiz. Xona, room. Buni roomga o'chirib tashlash kerak. Mana ochildi, ko'rib turibmiz. Studentlar ham ishlab turibdi. Endi buni masshtabini quyi-joydan ko'ramiz. Mana menda bitta kompyuter bo'lgani uchun hozir bitta kompyuterni ko'rsatib turibdi. Ikki marta ustiga bosib, kompyuter mana ko'rishimiz mumkin. Yuqori qismida kompyuter uchun ma'lumotlar turibdi. Student va teacherni o'rnatishni ko'rsatib o'tdim. Ozgina uzun bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin albatta foydali gaplar aytildi degan umiddaman. Kim avval teacher Windows qilsin va ustunovka qilishni quyidagi orqali bajarsin. Keyingi darslarda sozlash va qanday foydalanish, ya'ni nimalarga e'tibor berish kerak, fayllarni jo'natish, kompyuterni o'chirib yoqish, shular haqida gaplashamiz. Kanalga obuna bo'ling, yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Instagram, Telegramlarda biz bormiz. Faolligingizni ko'rsating. Sizlar bilan Tolibjon Erkinov. Ko'rishguncha.